أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Luqman Hakim farzandini qandoq qilib muvahhid tarbiyalab chiqdi? Allohdan qo'rqish va eminishni qandoq o'rgatdi? Kishilik hayotdagi barliq ishlarda Allohni kuzatib turdi degan ideyani qandoq singdirdi? Luqman alayhisalom o'g'liga buyurgan eng muhim ishlar nimalardan iborat? O'sib yetilish jarayonidagi yuksak axloq va yashash san'atidagi adablar nimalardan iborat? Qani suhbatimizning davomiga marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد Dünyanın her qaysı joylaridagi ko'rinman qarindoshlar, bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 11 bölümünü sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümünde islomiy bir jamiyatda shaxslarning o'zaro munosabatlariga aloqador adab axloq to'g'risida to'xtalamiz. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Alini qarshi olaman. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Ustoz Muhammad Ali, biz suhbatimizning oldingi qismlarida suhbatimiz farzandlarning ota-ona ustidagi haqlariga aloqador masalalarni to'xtalib kelgan bo'ldik va bugun bu suhbatimizning oxir bölümü, ya'ni farzandlarning ota-ona ustidagi haqlariga aloqador bo'lgan suhbatninki eng oxirgi bölümünü bugun tugatamiz. Biz ilgirki sohbatlarimizda bu majburiyatning nazariy taraflarini o'tirib qo'yib kelgan bo'lsak, bugun biz Qur'oni Karimdan o'rnak asosida amaliy ta'lim tarbiyani o'tirib qo'ymoqchi. Buningda biz Luqman alayhisalomninki o'z farzandini qandoq qilib Allohga itoatman qilib tarbiyalab chiqarganlik to'g'risida Allah subhanahu wa ta'ala'nınki وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٍ عَظِيمٍ degan bu oyatni chiqish qilib turib, tövende bir neçe muhim noktalarını yoritib o'tmoqchi. Nima uchun Luqman Hakim o'g'liga qilgan birinchi vasiyatini shirkdan yiroq bo'lishga tavsiya qildi? Şirk qandoq bo'lib zulm deyiladi? Bu vaqtda bir to'xtalib o'tgan bo'lsak. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala amma ba'du. Bugünkü suhbatimizning asosliq mazmuni mushu oyat bo'lsa kerak. Sura Luqmanning 13. oyati. Allah subhanahu va taala ata bola munosabati ataning bolaga tarbiya qilishining muhimligi tarafini ifodalash uchun Qur'oni Karimda dada bolaga qiladigan nasihat tarbiyaning asosiy prinsiplarini bizga mushu oyatda ko'rsatib o'tdi. Oyat Luqmanning o'g'liga qilgan nasihati bilan boshlandi. Nasihatning birinchisi Allah'a şirk keltirmaslik. Allah'a şirk keltirish zulm degan ifoda qo'llanildi. Endi shirk nimishqa zulm bo'ladi? Nima uchun inson kichik vaqtidagi tarbiyadan tortib shirkdan yiroq turishga tavsiya qilinadi, buyuriladi desak, amaliyat Alloh subhanahu va taolo yakka zot, bir zot. Allah hech kimga muhtoj emas. Hamma Allohga muhtoj. Allah'ның nurgun güzel esma sıfatları var.
Endi inson shirk masalasini tushunishdan avval Allohning biz yuqorida degan ahadligi, samadligi sura Ixlosda bayon qildi. Allohu ahad, qul huvallohu ahad, Allohu samad. Va Alloh bizga bildirgan nurg'un asmo sifatlarini bilganida va o'zining kimligini bilganida mushakaga vaqt ozroq to'xtash to'g'ri keladi. Inson zoti kim? Inson zimin mahluqotlar ishidagi eng ulug' mahluq. Allah insonni o kadar ulug' yaratdiki, o'zidan boshqa hech kimga muhtoj qilmadi insonni. Ziminning ochquchini insonga tutqizdi. Zimindagi vazifani insonning qo'lga tutqizdi. Va insonga shunda bildirdiki, mana men hammani qilib beraman. Bu hukmlarni nereden alamiz? Bayatın deb o'tganimizdek Allah subhanahu va taolaninki asma sifatlaridan alamiz. Allah dedi: "El-Halim, men hammani bilib turman" dedi. "El-Habir, hammadan xabardor" dedi. "Es-Sami', hammani anglab turman" dedi. "El-Basir, hammani ko'rib turman" dedi. "El-Khaliq, men yaratgan" dedi. "Er-Raziq, yoki Er-Razzaq, bütün rizqing kimning qo'lida? Mening qo'limda" dedi. "El-Mu'ti, birdiganing hamni men beraman" dedi. "El-Mani', bermagini men" dedi. "Er-Rafi', masalani men ko'tiraman" dedi. "El-Hafiz, men tushiraman" dedi. "El-Mu'izz, seni aziz qilsam men aziz qilaman" dedi. "El-Mudil, xor qilaman, xor qilish to'g'ri bo'lib qolsa men xor qilaman." Bu qadar insonga meseleni aydınlaştırdı. Özünün kimligini tanıttı ve insanı dünyada misli yok derecede götürdü. Asman zimine vermegen amanetini insana verdi. Ve laqad kerramna bani Adam. İnsan o kadar akıllı kıldı. Özge tallaş erkinlikini verdi. Yani onda olgan lekin bu yerde İnsan asli özünü düşense ve özünü yaratkan Rabbini düşense, üzülen Rabbini oturuğa hiç qanday narsani kirgizmaydi. İnsan bilan Allah'ın alakası bir vasıta oldu. Çünkü insandan ulug' başka mahluk yok. İnsan dünyanın xo'jayini. Allah maşta bol davatıdı insandan. Sen bu dünyada xo'jayin davatıdı. Fakat mağlam qara davatıdı. Bu kadar ikram, bu kadar tekrim, bu kadar şerefne qo'yib insan o üzdün tüven yoki üz bilan o'xshash narsalarni Alloh bilan o'zining o'tirig'i kirgizdi degan gap zulm bo'lmay nim bu? Üzgü bergan bu kadar oliy martabalik darajadan tushib past o'ringa tushgizdi o'zini degan gap nim degan gap bu? Hakikaten bir zulüm bu, özüge nispeten kalkan zulüm. Bu yüzden şirkni zulüm deb atışımızdan sebebi şu. Hem de şirk iki xil oldu. Birisi aşkarı şirk, birisi yuşurun şirk. Bir adamda ta'kidlaydiganimiz şu, aşkarı şirk aramızda bulmaydı köp hallarda. Mesela but ibadat qilish deymiz. Bunda işler İslam cemiyetinde asasen yok. Hem de yuşurun şirk bo'lib qoladi. Bazı eserlerde geldi ya. Men ummatimdan en qo'rqadiganim yuşurun şirk. Sizlarni but ibadat qilasizlar demayman, tashqi ibadat qilasizlar demayman, ammo havasning keyniga kiradi. İşlerini Allah'ның başqasi uchun qiladi. Bu yuşurun şirk. Yani meseleni üzülen Allah'ның o'tiridagi masala qilmay, o'tirga yana bir narsani kirgizib qo'yadi. Ya o'zining nafsi xohishini kirgizib qo'yadi, yoki birlariga o'zining mandaraqligini ko'rsatib qo'yish, ya'ni masala Alloh bilan o'zining o'tiridagi masala bo'lmay, yana bir odam buni o'tiriga kirib qoladigan bir ahvollar bo'ladi. Riyoga o'xshagan. Ha, riyoga o'xshagan. Bir haq so'z var. Ben bilan Allohning o'tirisidagi bevosita aloqa. Ya'ni birlaridan qo'rqib qana qilinmaydi, demaydi masalan. Kallasga aşı maxluq bende kirib oladi-ki, Rabbini qana qiladi, untuydi. Ben bayatning yaqi yuşurun shirkka olgan misollar jamiyatimizda keng tarqalgan nurg'un masalalarni o'z ichiga oladi. Sizlargandek riyoni,
Başqalarning oldida başqalardan qo'rqib, haqni qanday qilmaslik, so'zlamaslik. O'zining nafsi xohishining keyniga kirib, Allohni g'azablantiradigan ishlarni qanday qilish. Bayatınki əsərdə mən bunundan ensirəymə deydim. Əminətim, bugün günümüzdəki İslam cəmiyyəti, biz yaşayatqan bu toplum gəl muşu xil keselge giribtar olğan. Bu xil kesel intayın yuqurı. Əminətdə yuşurun şirkinin yuşurunlıqı qapqaranlıq keçidəki qar taşının üstündəki qar çümürülmü yuşurun. Bunu tek Allah bilirdi. Yani birisi şu işini kılgan adamı bazıda hatta özünün yuşurun şirk keltiriyotganligini bilmey turup yuşurun şirk keltirdi. En adnası zulümni yaxshi ko'rdi masalan. Adalet o'zining manfaati kelmagan vaqtda yomon ko'rdi masalan. Bir do'sting va uzluksiz gunoh qildimdi. Xatolik o'tkazdi. Do'sting bo'lganlik uchun munosabating normal saqlaysa, onun xatoligini qanday qilmaysa, inkor qilmaysa, yuşurun shirk masalan. Chunki Rabbim bilan o'tirangda bo'lgan bir omonatni ash do'stingning do'stligini deb yoki ko'nglini deb undan sevadi. Yuşurun shirk. Wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Ayet davatı Sura Yusuf'un 106. Ularning ko'pinchisi Allohga shirk keltirgan holda ishonadi. Qanday shirk keltirgan holatda ishonadi? Yani o'zimizni mu'min deymiz, o'zimizni musulmon deymiz. Ammo bizning iymonimizda biz bayatni tilga olgandek har xil yuşurun shirk ifodatlari qanday qilingan, yushurilgan. Bu nuqtadan Luqmanning o'g'li qilgan tunji nasihatining shirk bo'lishi va buni zulm deyishi intayin muhim. Chunki shirk meselesi insanı insan kılışı, insan kılmaslık meselesi. Yani Lokman oğluğa tuncup Adem buluşunu etmekçi. İnsan buluşunu etmekçi. Çünkü insan olsa insandan yukarı məxluq yok. İnsan bilen Allah'ın oturuda hiç kim yok. Bir vasıta alakıga ege. İnsan qanday insanın derecesinden düşken vakitte andın şirk peyda oldu. Üzülen Allah'ın perverdigarının oturuğa yeni bir insanına kirgizse, yeni bir nərsine kirgizse, an bu vakitte şirk oldu. Yani Lokman bu yerde oğluğa Adem buluşunu götürdü. İnsan buluşunu götürdü. Çünkü şirk keltirmeslik Adem buluşunun tunca kademi. İnsanlık derecesini çıkıyoruzluğun tunca kadem ne mi o? Şirk. Bu yüzden şirk insana nispeten ne mi hesaplanıdı? Zulüm hesaplanıdı. Bu yerde bizim sözümüz mehbi insan özü bilmey kıpsalıdığan ama mahiyette şirk türü kirip kaldığan bir meselini sözlep öttük biraz avval. Mesela mehbi şirk riyaga o'xshagan, boshqalar ko'rsin, yaxshi amallarni boshqalar ko'rish uchun qildigan ishlarni so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi maxfiy shirk insonni dindan chiqarmaydi. Ammo mohiyatda insonni haqiqatdan tugashtiradiganligini tushundimmi hozir sizning bu so'zlardan? Tabii. Dinimizdek maxfiy shirk insonni dindan chiqarmaydi. Ama insan bütün enerjisini topla, bütün vücudu bilen Allah gözlengen vakitte güçlük bir alaka halatına girdi. Allah bilen. Güçlük bir alaka haleti. Bu alakaga her kandak bir vasıta sizip kiremeydi oturuğa. Şirk olmayan havalı aslında. Ama imanın acizliği vaktida, senin işencen tüelliği vaktida, sendeki yuçuk Allah bilan bo'lgan o'tirdiki kuchlik aloqa yuchuqi shu vaqtda paydo bo'ladi. Shuning bilan sening bir orzuying amatga bog'lanadi. Bir umiding samatga bog'lanadi. Ma ishimga palani vastosulaniki umiding shunga bog'lanadi. Mana bu shirk. Maxfiy shirk. Biz bugungi jamiyatimizda masalan biz bir mazlum bir millat bo'lib sifatimiz bilan xalqimizning umidi ba'zisi masalan Yevropa davlatlariga, ba'zisi Amerikaga, ba'zisi Turkiya va ba'zi kuchli davlatlarga bog'lanib, mana shu davlatlar bu bizning ishimizni o'tirib olib chiqsa, ya Xitoyga to'xta, zulm qilma desa, bizning ishlarimiz hal bo'lib ketdi degandek, yoki bo'lmaydi masalan bir
to'xtamay namoyish qilsak qolib ketdi yoki imzo to'plasak 100 ming kishilik 10 ming kishilik imzo olib kelsa bizniki zulm to'xtaydi biz ustimizga bo'layotgan zulm yoki azatlik degan o'xshagan e'tiqod ko'z qarashlarmi mana shu turga intayin zil va muhim savol. Atrofdagi bor imkoniyatdan foydalanish. O'tirg'i olib chiqishga tegishlik har qanday odamni o'tirg'i chiqish, har qanday davlatni o'tirg'i chiqish, har qanday tashkilot jamoatni o'tirg'i chiqish. Va bu da'voga ekilalish imkoniyatimiz va har qanday bir davlatlarni ekilish bilan qalbdagi orzu, umidni, ishonchni shular bog'lashni o'tirdi farq bor. Sening madam Alloh qo'ygan ishonching tam. Bütün imkoniyat Allah'tan keladi. Mening ishim Allohning ilkida. Buning birinchi mas'uliyati üstümgü tushidi mening. Andan Allah subhanahu va taolo atrofda bergan imkoniyatlardan to'liq foydalanma. Siz degandek Turkiyadan foydalanma, Yevropadan foydalanma, Nebrasdan foydalanma, guvohlik to'plashdan foydalanma, guvohlik berishdan foydalanma, imzo to'plashdan foydalanma. Bütün vositlarni ishga solma. Bu normal ahvol. Ham bizning talab qilindigini shu. Bunu biz shirk deyil olmaydi onu. Asla ve asla. Ama bir adam arzu ümidi Allah'tan üzüldü. Xuddi onun Rabbi yo'qdek. Onun Allah'ı yo'qdek. Mesela bu qilayotgandek ma tuyg'uga keldi. Bu vaqtda eng cho'ng insonda paydo bo'lgan narsa nima desa, ojizlik. Tushkunlashish. Hozirisidan va kelgusidan umid uzish bo'ladi. Shu vaqtda insan normal kontrollikten çıkdı. İnsanın hayatı ritimden çıkdı. O günlük hayatta huzur olmaydı o vakitte. O vakitte da arzu ümidini ağa bağlaydı. Onun ümitsizlengende beğe bağlaydı. Onun ümitsizlengende seğe bağlaydı. Ve onun ümitsizlengende hayattan ümidini üzüdü. Bayatın degenimiz ya, şirk insanını zaya kıvıtı degeni del şu. İnsanın ümidi Rabbidan üzülgen vaqtida insan intayin aciz qiladi o'zini. Boshqalarga bog'langan vaqtda biz bilamiz, boshqalarning qo'ldagi imkoniyatning qanchaligini bilamiz biz. Oldin ma ümidsizlanadi, oxirisida hayotidan ümidsizlanib insonning normal turmush olmaydi. Shu insonni vayron qilgan tunji narsa shirk. Halok qilgan tunji narsa shirk. Ammo bir gapni qo'shib qo'yay. Biz Allah'a bağlandık, Allah'a tevekkül kıldık, Rabbimiz va degan da'vo bilan boshqa qilish tegishli sabablarni imkoniyatini qoldirishga aslo olmaydi. Ammo inson shundan xotirjam bo'lsin-ki, uning bir Rabbi bor. Uning butun yordam kimdan keladi? Robbidan keladi. Va bu o'zining ustiga tushgan vazifasini to'liq ado qiladi, kuchining yetishicha. Atrofdagi bor imkoniyatlardan, mayli o imkoniyatning shakli, xili qanday bo'lsin, to'liq foydalanadi va undan keyingi natijani xotirjam holda kimga qo'yib qo'ydi? Allohga qo'yib qo'ydi. Chunki shunda bir e'tiqod bo'ladi-ki, mu'minda bu dunyoga meni Alloh keldi. Meni Uyg'ur qilib Alloh yaratdi. Meni Ahmad qilib, Mehmet qilib Alloh yaratdi. Men Allohning umidsiz. Bu holat keldi. Allohning bir irodasi bor. Menden bir narsani kutyapti. Menden bir qurbonlik berishni kutyapti. Menden bir tirishchilik ko'rishni kutyapti. Mana men ko'rsatdim. Ba imkoniyatimni hammani chiqardim. Ishga soladigan vositalarning hammani soldim. Amdiki natija kimda? Allohda. Degan kunisi inshaalloh g'alaba keladi. Bu tavhid, ma'u tavhid. Chunki bunda benda, mushu ideya kelgan benda Allohning mu'ti ekanligiga ishonadi. Nimbas Allah'ın bir dağıllığı işinidir. Allah'ın el-mani' işkelliği işinidir. Bu buluvatkan işlerinin hemmisinin ki Allah tarafından buluvatkanlığı işinidir. Allah'ın razzak işkelliği işinidir. Allah'ın aziz kıvıcı işkelliği işinidir. Allah'ın hapılık kazım Allah'tan kegelliği işinidir. Bana bu tevhidinin en yukarı tarafı. Bana biz bunu şirkten hali tevhid dep düşünümüz. Allah razı olsun. Hem de yuqorida biz farzandlarninki otani ustidagi haqqi to'g'risida davom qilyapmiz suhbatimizni. Luqman alayhissalommi farzandiga tunji vasiyatini Allohga shirkka keltirmaslik to'g'risida boshlagan ekan.
Endi bu kichik farzandlarimizga, kichik bolaga qanday qilib tavhidni o'rgatalaymiz yoki tushuntiraymiz? Biz dedik tavhid imanning eng afzal tarafi. Yuqorqidek nurg'un buning cho'ng, kengir sohalarga chetiladi. Luqmanning o'g'liga tunjulab tavhid o'rgatsa, chunki insonning inson bo'lishi, insonning odam bo'lishi tavhidga bog'liq. Agar shunday tavhid yo'qolsa, inson insonlik darajasidan bir qator tushib, o'zga zulm qilgan bo'ladi. Endi kichik bolani tavhid asosida tabiiylash masalasiga kelsak, unda yo'g'on gaplarni kichik bola qanday tushunadi bo'ladi. Desa, Qur'on buning bizga bir misolni berdi yuqorqi oyatda. Oyatning ikkinchi bo'ligida ya bunayya innaha intaku misqala habbat min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawat aw fil ard ya'ti bihillah. Qarang, oyatda bizga berayotgan misol balaga tavhidni qanday tushuntirishda. Eng oddiy, eng basit, eng qulay nasldan misol ilib turib balaga tavhidni tushuntiramiz. Oyatim deydi, balam Luqmanninki o'g'liga qilayotgan nimasi mana bu? Vasiyati. Sen qilayotgan ishing bir qishchining donishchilik ishi bo'lib, buni bir toshning qishti qo'yib qo'ysang, yoki toshning ostida bo'lgan taqdirda, masalan, shu mazmundagi. Yoki osmonda bo'lsin, yoki zaminlarda bo'lsin, Alloh uni biladi. Qilgan har ishingda Allohdan qo'rq degan shakl tushuntirdi ya Luqman alayhisalom. Ya'ni kichik bolaga biz eng oddiy misollarni tushuntiramiz. Eng oddiy yerdan boshlaymiz tavhidni. Yomg'ir yog'di. Balam yomg'irni kim yog'di de? Alloh yog'dirdi. Nayt oddiy kichik bolaning aqliga munosib shaklda. Balam bu bug'doyni kim o'sadi? Alloh o'stirdi. Balam bizga bu rizqni kim berdi? Alloh berdi. Mana kichik bolaning tabiatiga mos shaklda, muvofiq aqliga uyg'un keladigan bir shaklda tavhidni shu yerdan boshlaymiz. Shu yerdan boshlaymiz tavhidni. Yani demek farzandni Allohdan qo'rqadigan va aymindigan qilib yuqorqi sizlar tilovat qilgan yabnaya innaha antakum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Yani bu oyatning umumiy ma'nosi Janob Alloh subhanahu va taoloninki ilmininki mutlaq ekanligini va kamoli qudratining cheksiz ekanligini farzandlarga tushuntirishda oddiy misoldan boshlash. Oyat Allohning mutlaq qudrat sohibi, inson qilgan har ish nima bo'lsa Allohning bildiganligini ifodalayapti. Ammo shuni kichik bolaning aqliga munosib shaklda tushuntiryapti. Biz shu yerdan boshlaymiz dal. Kichik bolaga har narsani, aqallisi kichik bolaga bir chumilini o'ltamaslik. Bunun birinin bulduğanlığı, zulüm bulduğanlığı. Aqalli bir şeyden başlayımız. Bir bakı kirgen vaqtda bir gülne dessep çeylemeslik, zaya qilmaslik meselen. Maşta yerden başlayımız. Yani addi noktalardan. Tevhidni mi del muşun noktadan. Allah'tan korkuşunu mu maşta addi nesler bilen. Kichik olan aqlga mos maşta şekil terbiyelaymiz. Qur'on bununda bizga bir nim bir vatıdı, misal bir vatıdı. Yolda ketayotgan bir mushukni asrash, aqallisi. Qushlarga aziyat bermaslik, hamma narsani Allohga bog'lab turib, tavhidga bog'lab turib, Allohdan qo'rqishga bog'lab turib, insonni inson qilishning tunji qadamini shu vaqtda olamiz. Qur'on bu bizga inson tarbiyalash, kichik bolani odam qilib tarbiyalash hammadan avval. Robbi bilan o'tirga hech nima vosita kelgizmaydigan, atrofdagilarga muloyim, atrofdagilarga rahimdil, her ishda, qilgan her ishida bir tol mushukka aziyat bermoqchi bo'lsa ko'chada ketayotgan. Shuni oldim avval kichik bolaning kallasqa, mushuni buzaq qilsam, mushukka zarar yetkazsam, mushukka Alloh men jazolaydi deydigan bir xil tuyg'uga ekilishni Qur'on bizga qanday qilyapti, o'rgatyapti. Oddiy misollar orqali. Alloh razı olsun. Endi yuqorida biz biri Luqman alayhisalomninki farzandga qilgan vasiyatini örnek şekilde sözlep ötken bulduk. Birinci Allah şirk keltirmeslik. İkincisi Allah'tan korkuduğun ve Allah'tan emindiğin kılıp terbiyeleş. Yani bu üçüncü vasiyetki ötüşten ilgili biz
yuqorqi oyatning davomida innalloha latifun xabir deydi. Endi bu oyatda innalloha latifun xabir degan oyatda farzandga Allohning go'zal ism va oliy sifatlarini bildirib tarbiyalashga ishorat qilindi qanda. Ya'ni oyat Allohning cheksiz qudratlik, insonning har ishini bilib turadigan bir holat ekanlik mazmunini olsa, oyatning oxiridagi munosib shaklda keltirilgan asmo sifat sizlar degandek bolalarni tarbiyalashdagi asmo sifatining roliga ishorat qilsa kerak. Oyatning oxirisidagi Alloh latifdir, xabirdir degan Allohning ikki sifati keltirildi bu yerda. Xabir hamma narsani xabarda degan ma'noda. Latif eng inchki nozik nuqtalarni Alloh qana qilib turdi, bilib turdi. Ma'nisidan boshqa yana bir ma'nosi bor. Yani Allah bendilerge mulayim, kuyumcan, bendilerge asla ve asl nimi keltirmeydi, besim keltirmeydi degan. Ama mesela şu her noktada biz bunu his qila alaymiz. Allah'ınki lütfini yaşavatkan her minut, her saatimizde his qila alaymiz. Mesela aqallisi hem öyle biladigan bir narsa hava. Kesbi kişiler biladi, havanın bir besimi var. Hava şu besimning turtkisida necha tonna, necha yuz tonna ayrı falanını götürüp ayrı falan uçu demdi. Ama şu besim küçük olan havanın içinde biz yaşavatımız azrak mı bunu qana qilmaymiz, his qilmaymiz. Asli etrafımızdaki her nersede biz Allah subhanahu wa ta'ala'nın lütfunu qana qilalaymiz, his qilalaymiz. Bu Allah'ın latifninki mazmuni bo'lish kerak. Demek ki farzandni Allah'ın güzel isim ve ali sıfatları bolgan innalloha latifun xabir degan maşo güzel isim ve ali sıfatlarını çıkışkan manasını çıkışkan asasda tarbiyalashga ishorat qildi desak. Tabii. Oyatda velillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah'ın güzel isimleri var. Oyatning oxirida qatlayla fad'uhu biha. Allah'a şu asma sifatlardan foydalanib turib chaqiringlar, duo qilinglar yoki ibodat qilinglar. Yani biz bolalarimizni bu noktada tutib tarbiyalaymiz. Allah asma sifatlarini nima uchun bizga bayon qiladi? Yani benden şu asma sifatlar bilan sen sifatlan deyapti bende. Şu ahlakların şu asma sifat asosida bo'lsin. Allohga şu asma sifat bilan yuzlan. Masalan deyli bayatning kelgan oyatning o'zgalam qaytayli. Latif. Biz tabii ki bu 99 asma sıfatının hemen depolamayız. Kelgan oyatdagi şu olgandan şunu bir misal sifatida alayli. Allah bendilerge mehriban mulayim. Bendilerge hiç besim keltirmeydi dedi mesela. Bayatın bir havanın besim meselesini tilga aldık. Mesela insanın bir misal alsak, küçük balanın 7 yaş vaxtida tişini almışydı bütünle. 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş atrafında bütün tişi düşüp çıkıdı. Muş jarayonga qarayli ya. Bir doktor bir adamning tishini tatmoqchi bo'lsa, qanchalik qiynaldi inson. Ammo kichik bola hech bir nima his qilmasdan alam uni og'riqni his qilmasdan bütün tishlari tushib qaytadan qana qiladi chiqdi. Yine hayotni bu qadar go'zal qildik Alloh subhanahu va taolo. Biz hayotdan hech qanday besim his qilmaymiz. Mana bu Allohninki latifligi. Allohning lutfi. Biz mushu nuqtalardan balalarimizni tarbiyalashimiz kerak. Allah'ın asma sıfatlarını bala tarbiyalashdiki en güzel metodga qana qilish, aylandirish. Allah razı olsun. Endi biz Luqman alayhissalomninki farzandga vasiyati shar'iy buyruqqa o'tsak, oyatda ya bunayya aqimis solah va'mur bil ma'ruf va nahy anil munkar wasbir ala ma asabak. Ya bu oyatdagi yuqoridagi Allah shirk keltirmaslik va Allohdan qo'rqish va Allohdan ayminish degan vasiyatlarga bu oyatdagi aqimis solah va amru bil ma'ruf va nahy anil munkar bu bog'lanish o'tirdiki bu yo'l yo'riqni yuqoridagi qo'rqish bilan bu aradagi bog'lanishni qanday tushunamiz? Buning roli nima endi? Allohdan qo'rqishga vasiyat qildi, keyindan amalga, namozga, nahiy munkarga buni buyurdi. Yani biz tevhid babidan keldik bu yerga. Xo'sh. Luqman o'g'li qilgan nasihatlarida
Allohga shirin keltirmaslik, o'tirda hech qanday bir vosita kirgizmaslik, bevosita aloqasini bog'lash, Allohdan har ishda qana qilish, qo'rqish, haqidagi nasihatdan killam namoz tavsiyasiga o'tdi. Yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan to'sish, mana bir nuqta diqqatda, yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan qana qilish, to'sish mazmunlari bor. Sal turib izohlaymiz buni va qiyinchiliklarning oldida mustahkam turish. Sabr hukmi bu. Endi namoz bandalar insonning o'tirini ulaydigan eng go'zal vosita. Namoz olmagan dinda yaxshilik olmaydi. Masalan, haj kambag'alga farz emas, kasalga farz emas. Zakat bermek ixtisat yo'q odamning ustiga nima emas, farz emas. Roza musofirdan vaqtliq saqit bo'ladi, kasaldan saqit bo'ladi. Qarasak ibodatlarning hammasininki o'tkinchi holatlar bo'ladi. Illaki namoz. Namoz har holatda bandadan nima bo'lmaydi, saqit bo'lmaydi. Saq, kasal, turmining sirtida, ichida o'rtib, o'tirib, yetib, harakatlanmasang ishorat qilib, hatto maydonlarda qo'l putlari bilan ishorat qilmasang, bir qalbing do'simi, tiling do'simi, ya'ni insonning saqit bo'lmaydigan farzdan birisi namoz. Namoz dinning asosi, bandaning ishonchininki asosi, ibodatlarninki eng beshi. Mu'minninki har zaman osmon zaminning Robb bo'lgan Alloh tarafiga chiqitgan shu o'tsa namoz. Namazning harakatlari o'zguchliq. As-salatu mi'rajul mu'min. Mi'rajul mu'min, ya'ni banda har vaqt men Alloh bilan ko'rishman desa, namoz buning eng go'zal vositasi. Amaliyotda bandaning qalbi namozga echilmasa, qalbi huzur topmasa, Alloh bilan bog'lanishlik bo'lmaydi. Ya'ni namozimiz bog'lanishlik ya. Namozni bir ustunga yukdek ko'rgan hamon. Sen yaxshi ko'rgan odam bilan ko'rishishga deyishib qo'ygan bir vaqt desak, shu vaqtni intizorlik bilan kutsa, masalan, hayajonlansa, masalan. İnsonda Allohga nisbatan mushunchalik hayajonlanish bo'lmasa, ya namozningki insonninki masalan ma'naviyatiga ta'sir ko'rsatishdan boshqa insonning axloqiga, kunlik turmushdagi hayotiga bu belgilik ta'sir ko'rsatadi. Tabii. Mesela inna salat tanha anil fahsha'i vel munkar. Mesela gipimiz şuraya geldi. Namaz insanın oturdaki en bağlanışlılık ya. Hoş. İnsan namaz arkalık Allah'a bağlanıp doğandığın ki yıllam insanda qanday bir özgürlük payda olur dese, Allah çekilgen işlerden qana qilish, çekiniş. Buyurgan işlerini qilish. Yani Allah'tan korkkanda, eymengende çekilinadi. Ha. Çünkü namaz her daim insandaki aşı korkuş ne? Yengilap durdu. Men Allah'ın bendisi degan narsani eslatib turadi. Shu boshqa vasiyatning balaga vasiyatning ikkinchi qismida bayatman diqqat qildiga yaxshilikqa buyurish, yomonlikdan qanday qilish to'sish. Bu namoz o'quga odamda shakllanadigan bir ahvol. Inson namoz o'qidi. Davom xatolikning ichida cho'kaplab yashag'liqandi. Qala sodisi yolg'on aytdi. Haqni aldaydi masalan. Bugun qattiq oldi o'tib, haqni saxtlik qilib o'tib, qo'yib o'tib kelib namazga azan chiqqan bo'lsa, masjidga kirib namoz o'qib chiqqan bo'lsa, bu kimni aldamoqchi bu inson? Allohni aldamoqchimi acaba? Allohning bandasi, Alloh bilan ashta aloqam bor, kunda 5 vaqt ko'rishib turma deb turib, Alloh chekilgan ishni qilsa, unda oldindigan Alloh yo'q-ki. Buning namozi hech narsa emas bu. Demak, insonning namozi insonni dinda cheklangan, Robbimiz cheklagan narsa to'samsa, o inson o'zining iymonini bir tekshirib chiqishi kerak. Namozini tekshirish kerak. Uni yaxshiligi qilishga turtki bo'lolmasa, u o'zini tekshirish kerak. Chunki yana biz valillahil masalul a'la o'zimizning mahbubi bilan aloqamiz saqlangan muddatcha insonlar o'tirishga misol olsak, biz yaxshi ko'radigan shu odamning yaxshi ko'rmaydigan ishini imkon bor qilmaymiz. Biz eng yaxshi ko'radigan, hurmat qiladigan bir odamningki yaxshi ko'rmaydigan odam bilan aloqalashmaymiz, ko'rishmaymiz. U yaxshi ko'rmaydigan yerligi bormay o'krab qolsa, og'rib, ko'ngli og'rib qoladi debchi masalan. U yaxshi ko'radigan narsani ekilib ancha-muncha qanaqa qilamiz, sovg'a qilamiz o insonlarga. Insonlarga o'tiradigan aloqa shu insonningki. Endi Robb bilan bo'lgan aloqasiga kelsak,
Rabbi bilan men bir qattiq aloqam bor, men degan Allohning bandasi, mana u Alloh yaxshi ko'rmaydigan ishlarni qilib, Allah çekilgen işlerini kılıp, yani sen mesleği var ne faydası var onun kendi? Bu kanda bir ifade sendeki mesela. Nimini ifadeleydi bu? Bu hakta insan oynayıp bakış gerek yani. Demek namazını berpa kılışqa buyruk kılış arkalık Luqman Aleyhisselam özündeki oğluğa. Yani bu bendinin Allah bilen bolgan alaqasından mustahkam bo'lishini chiqish qilish bilan birga iymondor va madaniyatlik bir avlodning borliq kelishiga asos silishdan iborat ekanligi o'rtaga chiqdi hozir hamda. Namozning roli va Allohdan qo'rqish bilan namozga buyurishning orasidagi bog'lanishni hozir shunda deb tushunsak bo'ladi ekanda unda bo'lganda. Ya'ni bu Alloh bilan bandaning o'tiridagi bog'lanishning ras yolg'onligining nimasi ifodasi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan qana qilish, to'sash. Endi oyatdagi biz yaxshilik, yomonlik deb tarjima qilayotgan ifodalar asli ma'ruf deganlik oyatda. Ma'ruf nima desa inson hayotidagi har narsaningki normal bo'lishi. Arabchada ma'ruf degan narsa ish inson qabul qila oladigan ish degan gap-ku asli. İnsanning sog'lom tabiati ma'ishni qabul qila olsa bu ma'ruf bo'ladi. Qirindishing qiyinchilikda insonning sog'lom tabiati nimani taqozo qilish vaqtida yordam berishni talab qiladi. Buning o'zi bir nima ma'ruf. Biraylan bir yordamga ehtiyojlik sog'lom tabiating nima? Darhol ana qilish yordam berish. Bu ma'ruf. Ma'ruf degan nima desa, xuloslik vaqtida insonning sog'lom tabiati qabul qila oladigan va talab qiladigan ish ma'ruf. Din bir odamni namoz o'qi, Alloh bilan bo'lgan arang bog'lansin deyish orqali, ya'ni insonlarning hayotdagi normal turmush ritmining qana qilishi, muqimlashishi, ritmining buzilmasligiga kafolatlik qilishni talab qiladi. Ya'ni gapimizni temaga bog'lasak, oti bo'lgan shaxs xuddi Luqman o'g'liga uyatgandek, o'g'liga oldi bilan odam bo'lishni o'rgatish kerak. Odam bo'lishning birinchi qadami deganimizdek tavhiddan boshlanadi. Allohdan qo'rqishdan boshlanadi. Alloh bilan bo'lgan aloqasini davom qilishni namoz orqali boshlanadi va uning orqasida ma'ruf, munkar ikki nuqtaga kelib bog'lanadi ya'ni. Ya'ni jamiyatning normal ritmini qo'g'dash. Munkar jamiyat tunmaydigan, jamiyat o ishni qilsa ritm buzilgan ishlarni to'sash. Ya'ni jamiyatning bir ritmini, hayotning go'zal ritmini qo'g'dash, hayotning huzurini qo'g'dash. Bu insonning vazifasi. Ota bolaning mushakil tarbiyalanishi uchun kichik vaqtdan tortib tunji qadamni qana qilish kerak, yetish kerak. Oyatning agar ashta bo'lmagan vaqti qanday bo'ladi? İnsan şekil terbiyelenmese, Allah'tan korkmasa, Allah bilan bo'lgan munosabat bog'lanmasa ve cemiyetning normal huzur ritmiga ko'ngil bölmesi nima bo'ladi desa, cho'qim ko'radiganimiz xafalıqdan boshqa narsa emas. Wa man a'rada an zikri, Allah Qur'onda Sura Tahaning 124-oyatida bizning bu yo'ldan yuz o'risa, bu sistemdan yuz o'risa, masalan, hayotning bu qonuniyatidan, bu dasturdan yuz o'risa, fa inna lahu ma'ishatan danka. Hayatda mı xafalıqda yaşaydı o? Bugün gündeki xafalıqlar şu. Bu hayatla tügemeydi bunun vabali. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet günü sonu bunun cezasını yetkiş dediğimiz. İnsan çokum dünyada her nesne ilgili insan buluş gerek. Küçük çakadını tatip. Dünya terakki kıldı. Terakkiyatı közlügüsüz bana insan tasavvurluksuz bir dereceye yetti. Lekin dünyada huzur köpeydi mi? Az kaldı mı? Sizden sorup bakayım. Huzursuzluk. İnsanlar ayıgıya değil. Taşkı planetke çıktı değil insanlar. Denizin altına girdi değil. Sadece keşif kılınmayan, icadet kalmadı. İnsan için o kadar hizmet kıldığı ki maddi terakkiyatta tasavvur kılıksız bir dereceye yetti değil. Ama hayatta huzursuzluk köpeydi. Neçe milyon adam açlıktan ölevatıdı. Neçe milyon adam uruşninki təsirinden öy makallarından ayrılıp yurtsuz, makansız ölevatıdı. Dünyadaki zulümün ahu zarları tügemevatıdı. Bunun hemmesi neymi dese insandan evvel insan bulmağanlıqıda. Hem de bu hakikaten yukarıdaki ayetini çıkış kılıp durup
bizningki bugungi kunimizga voqealigimizga bog'laydigan bo'lsak, bu soatlarcha so'zlashga to'g'ri keldi haqiqatan. Bu masalaga yetishlik intayin ko'p ishlar bor bizningki kundalik turmushimiz, hayotimiz, siyosiy masalamiz deganga o'xshagan. Yuqori deyilgan oyatning o'zi ham hamda bu masalalarga soatlarcha o'tirish to'g'ri keldi. Bugun bizning darsimizningki temasi boshqa bo'lganligi uchun yana shu darsimizning sirtiga chiqmas shart ostida davom qilamiz. Oyatning oxirisida vasbir ala ma asabak. Bu oyatdagi sabr qilish hukmini qanday tushunamiz endi? Ya'ni deb o'tdik, inson avval inson bo'lish kerak. Xo'sh. Buning tertib shakli biz bayatın degandek. Aldı bilan inson bu dunyoni yaratgan, o'zini yaratgan, ma dunyoning sistemasini belgilagan zot bilan bo'lgan orasida vositalarni yo'q qilib tavhid, aniga undan qo'rqish, undagi munosabatni qana qilish, davom qilish, andikin jamiyatning tartibini qo'dash va amr bil ma'ruf va nahy anil. Bularning hammasi bir vazifa. İnsanның vazifasi va inson o'g'liga qoldiradigan bir vazifa. Ota-bola munosabati bugungi masala. Bu bir vazifa. Inson dunyoda yashashdan boshqa bir vazifalik inson. O'zi yashagan dunyoning tartibini saqlash vazifasi bor. Bu dunyoga kelish bir sababi bor insonning. Oyatning birisi bor ya, Sura Baqaraning 5-da. Va iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ve iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi xalifa. Yani her insan dünyada bir xalifa. Arapçadagi xalifa, hozir tarqilayotgan xalifa atalg'usi xalifa emas. Yani bir vazifalik inson degan gap. Insonning bir vazifasi bor. Naslning davomlashishi. Davomlash uchun vazifasi bor. Endi bu vazifaning o'zi bir imtihon. İnsonga berilgan. İnsandan bazı iş talep qiladi bu. Nima uchun talep qiladi bu ishni? Nima uchun mushta har insonga bir vazifa yuklanadi desa, chunki insonning mijoz xarakteri shuki, hayotda har doim tartibni buzib turadigan omillar bo'ladi. Tartibning buzilishidan, hayot qonuniyatining buzilishidan, Allohning yo'lidan chiqishdan foyda oladigan bir taraf bo'ladi hayotda. Menfaatlanadigan bir taraf bo'ladi. Sen hamda o'zingning vazifasini ado qilish yo'lida bu yo'lga shunda qadam olgandan keyin o keladigan jafo, mushaqqat, aqallisi sana bir vazifa o. Bir vazifa degan ado qilmagan deymasan, bir soatlik dars o'rganishning bir jafosi bor. Aqall shu jafodan yo'qolsa, boshqalarning sening mush ishing tufaylidan sana beradigan aziyatlari. Sening bu vazifangning oldidagi to'solg'ular alamcha ish bor. Çünkü insan bu vazifalarni ado qilish uchun birinchi qilib chidamchan bo'lishni o'rganish kerak. Bardoshlik berish kerak. Undan keyin qalbi bilan bo'ladi. Qur'on qarab baqsak, insonga davomli ikki narsa tavsiya qildi. Vasta'inu bis-sabri was-salat. Salat ifodasi Alloh bilan bo'lgan insonning o'rtadagi aloqaning uzmasligi, insonning insonlikni yo'qotmaslik ifodasi bo'lsa, bis-sabr ifodasi uzluksiz davom qilish. Bardoshlik berish, chidamchan bo'lish. Va mushi ish shakllangan vaqt, inson mushining kafolatli qilgan vaqtda oxirgi natija nima bo'ladi? Innalloha ma'as sabirin. Nima degan gap bu? Alloh sabr qiluvchilar bilan, chidamchan bo'lganlar bilan birga degan gap. Qalbisining degan gap ya'ni. La tahzan innalloha ma'ana deydi Rasululloh Abu Bakrga radhiyallohu anhu g'orda. Nima degan gap bu? G'am qilma, bu bizni tutib olmaydi, biz qutulamiz, g'albaga erishadigan biz degan gap. O'xshash innalloha ma'as sabirin g'alba qilish. G'albaning asosi bardoshlik berish. Umid uzgan, tushkunlashgan, hayotdan voz kechgan insonlar asla qalbi yo'q. Ya'ni demakchi bo'lganlari, ya'ni musibat kuchlangan siri Allohga yiqilishish taqozo qilindi demak. Ya'ni mustahkam turish maydonda. Umid uzmaslik kerak Allohdan. Bu bir mujodala yo'li bu. Hayot. Bir kurash yo'li bu. Ya sen voz kechsa, bel qo'yutsa, yo'qolsa, ya mustahkam tursa, sabr degan shu, ya oxirgi chidaysa, g'alaba qilib oxirga chiqsa. Buning o'zi bizning shar'iy islohda yuqoridagilarning hammasi iymon va shukr deb ataladi.
Muşta ifadelanadi. İman ve nimo şükri. Şuna başka sure Nisa'da ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Eğer sizler bu yolda, şenge yolunda mustahkem turup ahirgacha o'zingning ustidagi vazifani ado qilib Allohga tashakkuringni bildirasanlar va ma yef'alullahu bi'azabikum. Alloh sizlarni qanday qilmaydi azab. Ya'ni sen g'alaba qilsa degan gap yani. Ve ma kana Allahu liyu'azzibahum ve ente fihim. Yani peygamber ko'rsatgan yo'l, Allah bizga tushirgan bu yo'l, bu hayot manhaji, madem bizning aramizdan bo'ldi ekan, biz bundan voz kechmayotganmiz, ve ma kana Allahu liyu'azzibahum. Allah bizni asla azoblamaydi. Biz cho'qim qutulamiz bundan. Yani bir ayetten ayetin devamında ve la tus'ir haddaka lin-nas ve la temshi fil ardi maraha inna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur deydi. Bu ayetten nima demakchi? Yani Luqmanninki o'g'li qilgan nasihatining oxirisi. Oyatning o'zini yengil tarjima qilsak, sen kishilarga mansitmaslik bilan muomala qilma. Zaminda g'adayma. Allah g'adaygan, po'chi, mag'rur kishilarni qanday qilmaydi, yaxshi ko'ring. Yani hayat yolumuzda ağır keselden birisi var. Biz dersimizden başında şirk hakkında gapyapmiz ya. Bunu şu şirkka bağlab tushuntirgim kelyapti. Çünkü mazmun shu yerga azroq bog'lanadi. Yani maxfiy shirkka yani. Maxfiy shirkka. U o'simi insonning o'ziga ibodat qilishi. Men maxfiy shirkning qatorida havasiga ergishishda bir narsani dedim. Undan boshqa o'ziga ibodat qilish. Qanday o'ziga ibodat qilish degan nima unda bo'lsa? Kishi o'ziga mi ibodat qilamdi? İnsan o'ziga ishinib qoldigan mezgil bo'ldi. Hammani men qildim. Men bilaman. Bu ruxsatni tirishib topdim. Men bilgachki mana shuni qilyapman. Bu natijani o'zimning bilimiga tayanib qana qildim. Biz peshit dedik ya. Yani neticeni o'ziga bağlaydı, Allah bağlamaydı. Allah. Dedik ki biz bayatın dersimizden, sohbetimizden başında insan bilen Allah'ın oturduğu hiç kim yok. İnsan ve Allah. İnsandaki her iş bir vasıta kimden geliyordu? Allah'tan geliyordu. İnsan bunun oturusuna kimle kirgizse şirk. Başkalarına kirgizse mi şirk? Üzerine kirgizse mi çoğu şirk. Bu işini men kıldım diyenin gillam şirk. Yani Allah'tan üzerine şunda bir hacı sanıp kalkanın etisi insanda tekebbürlük peyda oldu. Çünkü men peyda oldu vakitte, men kıldım oldu vakitte. Biz dedik tevhid, Allah'tan korkuş, namaz hemimiz ne o? Bendiçilik. İnsan eğer bendiçilikini his kılsa kemter olurdu. Çünkü bu insan bildi ki kıvatkan her işinin sebebini kıldı. İmkaniyet yarbergen derecede bir yolunu mandı. Neticesi kimden geldi? Allah'tan geldi. Çünkü El-Razzak Allah, El-Mu'ti Allah, El-Mani Allah, El-Rafi Allah, El-Hafız Allah, El-Mu'iz Allah, El-Muzil Allah. İnsan bunu düşünüyordu. Ama Allah'tan şundan miraklaşsa, insanın kallısından Allah hukume yaraklaşkan hemen insanda men hukum peyda oldu. Men kıldım bunu. Bu intayin eğri kesel. Yamrap ketkin kesel. Şu yerden an başkalığa kanda peyda oldu. Yuğançılık peyda oldu, tekebbürlük peyda oldu. Yani bu özümüzne tazlaşa tegişlik bir kesel. Yani insan buluşuna otunca kadın bu mu yana? Adam hem neslinin ilgili adam buluş gerek. Lokman özünün oğlu kalan yukarı bir türlük nasihatlerde oğluğa ne buluşunu götürdü? Adam buluşunu, insan buluşunu götürdü. Yani Rabbi bilen boğa alaka ve insanlar bilen boğa alaka. Birincisi de Allah bilen boğa alakanın karakteri ki tevhid. Şirk eltimeslik. Allah'tan korkuş. O alakanın devam kılışı için namaz. İctimai cemiyet tertibi ki ve emru bil ma'ruf ve enha anil munkar. Ondan keyin bu vazipenin ki japası ve tusalgılarına karşı berdaşlık bilish ki vasbir ala ma'asabak. Ve ondan keyin Allah bilen özünün oturganda özünü mi kirgizmaslik. Kişiler bilen bo'lgan ijtimoiy aloqani qanday qilish, güzelleştirish uchun insan kemtar bo'lishi kerak. Yani mandashlik vaqtida insan
o'ziga ishinib qolmaslik kerak yani. Her narsani men qildim deydigan bir tuyg'uga qanaqmaslik emaslik kerak. Bu Luqman Hakimning oxirgi vasiyatida, o'g'liqning oxirgi vasiyatida waqsid fi mashik waghdud min sawtik. Inna ankara al-aswata la sawtul hamir. Ana bu oyat kishilik hayotda insonlar o'zaro munosabatda adab, axloq va hurmat bilan muomala qilish kerakligini bayon qiluvdi. Umumiy mazmuni. Bu vaqtda biz ozroq to'xtalib o'tgan bo'lsak. Men oyatning oxiriga kelgancha biroz hayajonlanyapman yani. Bu oyat agar Qur'onda boshqa oyat bo'lmay, shu sura Luqmanning yuqori qo'ygan 2-3 oyati bo'lib qolsa, insonning inson bo'lishiga yetadigan-dek bir xil tuyg'u kelyapti. Yani Allah yuqoridagi insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi, ijtimoiy jamiyatdagi uning vazifasi va kishilar bilan ijtimoiy aloqalarini deb kelgandan keyin insonning vaqsit fi mashikki insonning har ishining xarakterini kutyapti. Vaqsit fi mashikni tarjima qilsak, menga normal bo'ldi degan gap. Buning o'ziga oladigan doirasi intayin keng. Ya'ni biz qarindoshlarga deyiladiganimiz birisi boshqalarga adab axloqliq bo'lish ifodasini o'ziga olsa, yuqorigidek takabbur qilmaslikdan tortib, yana birisi qilayotgan har bir ishimiz, olgan har qadamimizda kimni ko'zlash? Allohni ko'zlash. Vaqsit fi mashhid. Vaqsitninki normal bo'ldim boshqa. Ko'zlash ma'nosimi-chu? Qasd qilish. Ya'ni sen o'zingning normal holatini saqla ijtimoiy jamiyatda. Kishilar bilan bo'lgan axloq holatini saqla, takabburlik qilma, yaxshi muomala qil. Ondan boshqa vaqsitning yana bir ma'nosidan har bir ishing nishonliq bo'lsin. Hedeflik bo'lsin, planliq bo'lsin, Allohning rizoligini ko'zlasan. Sen dunyoga kelgan bir nishon bor, shu nishon qarab mang. Yani har ish harakating retga tushsin. Bu ajoyib bir tarbiya. Undan keyin oyatning oxirida yana shu muomala babidagi go'zal tavsiyalar waghdud min sawtikin ovozini qana qil past. Yani medeniyetlik bir jamiyatning ifodasi. O'zaro vaqirab chaqirishmaslik. Vaqirab chaqirish aziyat bir shaklda bo'lgan vaqtda boshqalarga aziyat berish zararni keltirib chiqarsa, aziyat bir shaklda emas, ammo ko'ngil echish va boshqa shaklda bo'lgan taqdirda bir madaniyetsizlikning nimasi ifodasi. Yani inson bu yerda insondan shu talab qilinayotdi-ki, past ovoz bir madaniyat. Atrofingdagilar bilan past ovozda paran qil. Past ovoz Alloh bilan bo'lgan bir nima adab. Bularning hammasi shu oyatning qanaqavatida chiqyapti yani. Yani oyatga qaraganimizda oyat bizdan eng madaniyatlik, yuqori sopoliq bir jamiyat tashkillash, shakllantirish vazifasini kimga atyapti? Insonga. İnson bu vazifani o'zi dunyoda o'rnagandan boshqa kimga qoldirdi? O'g'liga qoldirdi. Va o'g'liga bu vazifani cho'ngib bo'lganni qoldirmaydi. Qanday vaqtdan tortib, kichik vaqtdan tortib. Uni munosib bir shaklda, uyg'un bir sifat bilan balasiga tushuntirish vazifasiga inson sal qaramaslik kerak. Yani bu kishilik munosabatda zavq bilan muomala qilish ishorat qilamdi qanda? Yani bu amaliyotda bir zavq yani. Zavq. Yani nima deb tushuntirsak bo'laman, buni toza bilmayapman. Dedim-ku biroz bu oyatning oxiriga kelgacha biroz hayajonlandim. Chunki bir hayot prinsipini sızayotgandek bu oyat. Yani bir xil insonning tuyg'usini agar mushu bo'yicha yashasa, inson mushu bo'yicha tarbiyalansa, mushu bo'yicha davom qilsa hayot, bundan go'zal hayot bo'lmaydi. Shunga tavsiyam mushu oyatni ma'nosini tushunadiganlar oyatning arabchasini yoki ma'nosini tushunmasa tarjimasini chiroyli bir lohilab go'zal bir shaklda har o'yinninki temaga esish kerak deb qo'yadi. Chunki bu hayot prinsipi bu. İnsanın insan bo'lish uchun asosiy prinsip mana shu oyat. Yani xuddi bu vasiyat farzand tarbiyalaydigan ota-ona uchun o'lcham yoki metod deb metod. Şu her ata-ona unutmaslik kerak bunu. Dedim-ku, her ata-ona
Buni uyning temiga esish kerak. Har kuni eslash kerak. Har uyga kirib chiqqanda ko'ziga ko'rinish kerak. Yana otininki, onaning kallasidan asla va asla kesib olmaydi. Chunki yuqorqi vasiyatlar shu insonning o'zining bir vazifasi va kelgusidagi avlodlarning ham nimasi vazifasi. Allah razı olsun. Sohbetimizden keyin oxiriga kelib qoldik. Sohbetimizda bir necha nuqtalarda to'xtalib o'tgan bo'ldik. Biri tavhid bilan Allohdan qo'rqish, namozni barpo qilish, adab, axloq qatorliq farzand tarbiyasidagi jonliq misollarni bayon qilib o'tgan bo'ldik. Ustoz Muhammad Ali, Allah sizdan rozi bo'lsin. Allah hammadan rozi bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, bugungi huquq va majburiyat darsimizning 11-qismi hamisha oxirlashadi. Allah subhanahu va taolo bu suhbatimizni har yerda ko'rayotgan qarindoshlarimiz uchun manfaatli qilib bersin va Allah subhanahu va taolo hammamizga ixlos va tavfiq ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون